Ikkinchi sinf, 3-qism, 25-sahifadagi uyga berilgan vazifalarni ko'rib chiqamiz. 7-topshiriqda 5 ta misol berilyapti. 725 santimetr kvadratga 196 santimetr kvadratni qo'shamiz. 921 santimetr kvadrat. 744 detsimetr kvadratga 108 detsimetr kvadratni qo'shamiz. 852 detsimetr kvadrat. 3-misol 528 santimetr kvadratga 137 santimetr kvadratni ayiryapmiz. Bunda ayirma 391 santimetr kvadrat. 4-misol 2 metr kvadratga 65 detsimetr kvadratni qo'shyapmiz. 2 metr 65 detsimetr kvadrat. 5-misolda 73 detsimetr kvadratga 8 metr kvadratni qo'shyapmiz. Bunda farzandimizga tushuntirayotganda 8 metr kvadrat detsimetr kvadratdan kattaligini tushuntirib oldinga yozib oldim. Mana 8 metr kvadrat qo'shuv 73 detsimetr kvadrat yig'indi teng bo'ladi 8 metr kvadrat 73 detsimetr kvadratga. Keyingi misolimiz 6 detsimetr kvadratdan 41 santimetr kvadratni ayirishimiz kerak. Ikkita usuli bor. Birinchi usulda ustuncha usulida 6 detsimetr kvadrat va bo'sh kataklarini 0 bilan to'ldirib yozib olamiz. Ayiramiz 41 detsimetr kvadratni. Bu yerda 0 dan 1 ni ayira olmaymiz. 6 dan qarz olib boramiz. Oxirgi 0 10 ga, undan oldingi 0 9 ga aylanadi. 10 dan 1 ni ayirsak 9, 9 dan 4 ni ayirsak 5. Javob 5 detsimetr kvadrat 59 santimetr kvadrat. Bu birinchi usuli. Ikkinchi usuli farzandimizga tushuntirayotganda 6 detsimetr kvadratni 600 santimetr kvadratga teng ekanligini tushuntirib olamiz va 600 santimetr kvadratdan 41 santimetr kvadratni ayiramiz. Bu yerda ayirmamiz 559 santimetr kvadratga teng bo'ladi. Farzandimizga tushuntirayotganda mana bu zina usulidan foydalansak oson tushuntiramiz. Misol uchun 559 santimetr kvadratni mana bu yerda 559 santimetr kvadrat turibdi. Buni biz detsimetr kvadratga olib o'tishimiz kerak. Shunda ikkita 0 tepaga chiqayotgan paytda ikkita 0 ga kamaytiramiz. Shunda mana 559 santimetr kvadrat teng bo'ladi 5 detsimetr 59 santimetrga. Keyingi topshiriq 8-masala. 8-masalada applikatsiya yasash uchun 3 bo'lak mato kesib olingan. Birinchi bo'lak aniq 136 santimetr kvadrat. Ikkinchi bo'lak birinchi bo'lakdan 29 santimetr kvadrat ko'p deyilganligi uchun qo'shamiz. Uchinchi bo'lak birinchi bo'lakdan 17 santimetr qisqa deyilgani uchun 17 ni ayirib olamiz. Va bizdan masalada so'ralayotgan savol umumiy bo'lakning yuzi. Umumiy barcha matoning yuzi so'ralyapti. Birinchi qiladigan ishimiz ikkinchi bo'lakning yuzini topamiz. 136 qo'shuv 29 santimetr kvadrat barobar yig'indi 165 santimetr kvadratga teng bo'ladi. Demak, bu ikkinchi bo'lagimizning yuzasi kelib chiqdi. Uchinchi bo'lak 136 santimetr kvadratdan 17 santimetr kvadratni ayiramiz. Uchinchi bo'lagimizning yuzi 119 santimetr kvadratga teng ekan. Keyingi qiladigan ishimiz barcha yuzalarni qo'shib chiqamiz. 136, 165, 119 santimetr kvadratni qo'shsak, yig'indi 420 santimetr kvadrat. Demak, 8-masaladagi so'ralayotgan kesib olingan mato bo'laklarining umumiy yuzasi 420 santimetr kvadratga teng. Biz buni qisqa ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, 4 detsimetr kvadrat